2025-yil $1000 daromadga chiqishni xohlaysizlarmi? Unda videoni oxirigacha ko'ringlar. Bugungi qahramonimiz Nurulloh aka Uzinfocom kompaniyasida dasturchi bo'lib ishlab kelyaptilar. Bu yerda dasturchilarga juda ham zo'r sharoitlar yaratib qo'yishdi. Katta bino, parkovka, qulay ish joyi, dam olish uchun chill zona, massaj kreslo, xullas ish joyi uchun hamma sharoitlar bor. Qahramonimizdan IT sohasiga qanaqa qilib kirib kelgansiz deb so'raganimizda, IT sohasiga kirib kelishim maktab paytlaridan boshlangan. Ustozim dasturlash programmasida Hello World so'zini yozishni o'rgatgan. Shundan keyin dasturlashni o'rganishga qiziqib qolganman dedilar. Nurulloh akadan dasturlash o'rganishda qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan deb so'raganimizda, dasturlashni asosan mustaqil o'rganganman. Keyinchalik ustoz topganimdan keyin qiyin paytlar muammolarni tezroq hal qilishda katta yordam berishgan. Mustaqil izlanish, ustozlarimni qo'llab-quvvatlashi bilan qiyinchiliklarni yengib o'tganman dedilar. Qahramonimizdan dasturlashni o'rganib, ish topishda qiynalmasligimiz uchun nima maslahat bera olasiz deb so'raganimizda, Uzinfocom qoshida ochilgan Ustadi IT kurslarini o'qishni tavsiya berdilar. O'sha yerda kurslarda o'qisanglar, o'qish davomida Uzinfocomda stajirovka qilib, real loyihalar bilan ishlab, IT sohalarini tez o'rganmasanglar bo'ladi. O'zingizlarni yaxshi ko'rsatsanglar, Uzinfocomda ishda ham olib qolishadi. 1 yilda bemalol $1000 daromadga chiqib olasizlar dedilar. Agar sizlar ham Ustadi IT kurslarida o'qib, Uzinfocomdagi katta IT kompaniyada ishga kirmoqchi bo'lsanglar, unda kommentda plus qoldiringlar.